Arosat va farosat. Nurali Qobul. Arosat va farosat tarixiy romani Temuriylar epopeyasining 12-kitobidir. Turon davlati Temuriylar saltanatini Jahongir sulton sohibqiron zamonasidagi mavqega ko'tarish uchun jiddu jahd etgan Ufqlar xoqoni Shohrux Otaraqib ulug' amir Qora Yusufdan Shirozu Ozarbayjonni qaytarib olmoq uchun yo'lga chiqargan. Beklanmagan holda o'z jiyani Iroqi Isfahon hukmdori Mirzo Iskandar Umarshayxning qarshiligiga duch keladi. Turkistonu Mavrunahr tashvishini yelkasiga olgan sulton Ulug'bek esa Ko'ksaroyda, Buyuk bobo Ko'ktoshida muqim. Samarqand rasodxonasini tiklash va yulduzlar suhbatiga oshno bo'lmoq orzusi bir daqiqa bo'lsin fikru yodini tark etmaydi. Biroq ezgulik sari borilajak yo'lda qat'iyat, sabotu matonat ila yurak bilmoq, jangu jadallar, zamonu saltanat tashvishlari silsilasida oson kechmaydi.